Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilar, Zohid Mirzayev kanaliga xush kelibsizlar. Bugun mana Dilmurod akamdan ham yaxshi ishlatilgan holatdagi mebellarimizni narxlari bilan tanishib chiqamiz. Dilmurod aka, hormang aka. Bir boshdan boshlasangiz endi aka, qaysidan boshlaymiz aka? Span garniturimiz bor. Mana Span garnitur. Span garnitur. Bu trimolari. Mana. Aladonlari. Hop. Bu tombasi, ikkita tombasi. İşte tumbası. Bir Spanisi. Bu Spanisi matrasi yangi. Matrasini yangi. Matrasi yangi. Bu şifaneri. Şifaneri ha bu. Şifaneri nechaga necha Dilmurod aka? Hop, şifaneri 240 ga 220. 240 220. Yaxshi holatda ekan ama. O'ttasi polka 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'linadi. Ekan mana o'rtoqlar. Eng qizig'i narxi Dilmurod aka. Bu narx qancha? Narxi. 4,5 million qilib beramiz. Qancha? 4,5 million so'm qilib beramiz. 4,5 million shatdan olib ketsa. Ha? Ma'lum Farg'ona bo'lsa tashlab beramiz. Yo'l kirasi ichida. Farg'ona ma'lum dastavkasi bepul. Agar qolgan joydan chiqsa, jicha bo'lsa ham kelishilgan holatda. Jicha bo'lsa ham tushib berasizmi? Kelishilgan. Kelishamiz. Dastavkasi kelishilgan holatda ekan, vodiydan tashqariga. Xolasa, buni xolasa. Stenkasi ham bor. Buni. Bunga qarashli bu ham. Xolasa, stenka spangan turibdi bu. Mana. Mo'lari ham taxta polkali, ayni emas. Mo'lari ham. Mana. Ammo holati yaxshi ekanadi, holati zo'r, holati zo'r. Hali yangidek. O'rtoqlar, men o'zim mana ko'zim bilan ko'rib turibman, haqiqatan holati yaxshi ekan. Mana ichlari ayab ishlatilgan ekan. Dilmurod aka, buni komplekt olaman desachi, bunga qancha qo'shilib ketadi bunga? Komplekt olamansa 1,5 million so'm qo'shiladi. 1,5 million buni hisobiga qo'shilib ketib qoladi. Qo'shiladi. 1,5 million so'm qo'shiladi. Mana do'stlar, 1,5 million qo'shilib qolar ekan, nagini 4,5 million dedingiz, 4,5 million. Mana Spanning, nima Spanning, Trimosi. Xo'p, keyingisichi mana bu Spaneri bilan. Trimo tombasi yo'q buni. Matrasi yangi, zakaz berib qo'yganmiz. Nima qilsa olib kelib qo'yib qo'yamiz. Mandaqa salafanda bo'ladi, yangi bo'ladi. Yangi nimasida bo'lar ekan, o'rtoqlar. Chista Toshkent narsa, Toshkentniki, chista Toshkentniki. Toshkentniki bu, ha? Shkafini ham ko'rsataveramiz. Shkafi. Mana. 2 yoni polka. Oho, polka ham 6 qatormi? Polkasi ko'p. Balandligi yaxshi ekan. O'rtasi vishilka. O'rtasi vishilka. Mana o'rtoqlar. Hamma joy ishlab turibdi. Hamma joy ishlab turibdi. Tayda mana polka nimasi bor, g'aladoni bor. Mana ichlari. Polkalarni. Bu bunimizning narxi chetdan yuklab berib yuboraman. Yo'l kirasidan tashqari 3,5 million so'm qilib beraman. 3,5 million qilib berasiz. Matrasi yangi bo'ladi. Yangi matras qo'yib berasiz. Yangi matras qo'yib beraman. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor-a, Dilmurod aka? O'zbekiston bo'ylab bor. Kelishilgan holatda? Kelishilgan holatda bor. Yana nimamiz bor, Dilmurod aka? Ba'da to'rashili shpanerimiz bor. Buni bitta aybi bor. Aybini ham aytib ketamiz. Mana shu jicha o'yilgani bor. Uni pastga qo'yib degan bo'lsalaring uni. O'yilgani bor. Mana shu. Tepalari. Qolgan bitta o'sha aybi xolos. Bitta o'sha aybi bor xolos. Bunimizning narxi 700 ming so'm qilib beramiz. 700 ming so'm qilib beramiz. 700 ming so'm qilib beramiz. Qancha joyda egallaydi, Dilmurod aka? Biri 60 joyda egallaydi. Biri 60 joyda egallaydi ekan o'rtoqlar. 700 ming so'm dedi. 6 yil shpanerimiz bor. Bu sayz mahalligi shpanerlardan? Yo'q, o'zimizniki. Baga polka ekan, baga vishilka ekan. 3 ga bo'linadi bu shpanerimiz ham 3 ga bo'linadi. Bu tomoni ham vishilka, ha? Bu tomoni ham vishilka. Xohlasiz, bu tomonlar ayollarga. 3 ga bo'linar ekan. 3 ga bo'linadi. Ancha joyda egallar ekan shekilli, bu. Biri 40 joyda egallaydi, 240 joyda egallaydi. 240 joyda egallar ekan. Narxi qancha Dilmurod aka bu? Narxi
$100 beramiz. $100. Ha. Yaxshi. Xolasa termosi ham bor, ikkita tombasi bor xolasa. Aha, trimosini aytingchi aka, bu narxi 400 ming so'mga beramiz Nima termos. ustun, nima materialimi? Material Ha, ustun. o'zi yangilab Ha. qo'yishgan, material. 400 ming so'mga shu turishi. Ha. Yo, hamma joy ishlab turibdi. Ishlab turibdi, hamma yoq ishlab turibdi. 400 ming so'mga mana davlat trimos. Bu stenkamiz bor, 500 ming so'mga beramiz bu 500 stenkani. mingga stenka. Ha. Mana. Mana holati. Holatni bu qota ko'rib olasizlar. 500 ming so'm ekan. Endi magnitga bir narsa ishlov berish kerak bunga Dilmot aka, to'g'rimi? Olgan odam. Xo'p, buni misol olib tashlab turib, ikki chekkani oshxonaga qo'yib olsa ham bo'laveradi. Ha. Buni televizor pastapga qo'yib olsa ham bo'laveradi. Mana. To'g'ri aytasan. Yoki xohlasa, mayli shkaf borsa ham bo'ladi, meter bag'ida. Ha. Yo, mayli polni shkaf, xohlasam ikkita eshik qo'ydirib, 500 ming so'mga mana orqali qo'ydi. Keyingisi Dilmot aka. Bu stenkamiz bor. Aha. Stenkamiz. Hamma yo'q ishlab turibdi. Osha-moshalari. Ishlari mana. Tortmalari. Mana bu tomonning ishlari. Aha. Dilmot aka, buni sherigi bormi yo mashina? Yo'q, mashina o'zi. Buni narxi qancha? 1 million so'mga beramiz. 1 million so'mga mana. 1 million so'mga beramiz. Bu kravatimiz bor, yangi. Bu alohida sotiladimi yo billa sotiladimi? Billa sotiladi, xolasa alohida, pulini kelishsa alohida sotiladi. Ha, bu yangi narsa. Ha. Ha, bo'ldi, tushundim, yangi narsa. Bu qancha narx? Bu 1,5 million so'm bu. Jupiga aytdingiz hozir, ha? 1,5 million so'm jupi. Donasiga olaman 750. Ha, 750 ming so'm. Donasiga olamiz 750 ming so'm. O'rtoqlar, yana bir marta aytyapman, O'zbekiston bo'ylab dastavkalari kelishilgan holda. Farg'ona İşte ma'lumotga tomba 200 ming so'm qilib beramiz buni. ikkilasini olsa. Ha, 200 ming so'm qilib beramiz. Donasi 100 ming. Donasi 100 ming so'm. Donasi 100 ming ekan. Dilmot akam raqamlarini pastda qoldiryapman. O'zlaringga Mana nomerimni ham bitta nima qilib qo'ying-da. Mana raqamlarim aytda ham bor. Videoda qo'yib qo'yaman raqamlarini. Ko'rinayotgan bo'lsa. O'zlaringga yoqqan mebelda shunday skrinshot qilasiz. Shu raqamlarda Telegram bor, ha? Bor. To'liq ma'lumotlarni yana olib olasiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringga ehtiyot qiling. Dilmot aka, rahmat aka, bozoringiz bersin sizga.